Hurmatli kuzatuvchilarimiz va mijozlarimiz, navbatdagi mijozimizga shartnomalarni rasmiylashtirib berdik. Necha xonali xonadon oldingiz? Qanaqa bosh to'lov bilan, qisqacha fikrlaringiz bilan bo'lishsangiz? Biz Centrum Guliston loyihasidan bir xonali uy xarid qildik. 43,5 kvadratli. 43,5 Boshlang'ich to'lovga 100 million to'lov qilib, 36 oyga qolgan summalarni bo'lib to'lashga xarid qildik. Ya'ni 43,5 kvadrat 100 million boshlang'ich to'lov bilan. Birinchi bosqichimizdan oldinglar. Birinchi bosqichdan oldik. Eslatib o'tamiz, bizda birinchi bosqichimizda ham 80% xonadonlarimiz sotilib bo'lingandi va qolgan qismidan kelib mijozimizdan so'raganlariga ma'qul variantni tanlab shartnomalarni rasmiylashtirib berdik va ikkinchi bosqich sotuvlarini ham bugun ochganmiz. Mijozlarimiz kelib ketishyapti, shartnoma rasmiylashtirib beryapmiz. O'zi turar joy majmuamiz, kompaniyamiz va lokatsiyasi haqida fikrlaringiz bilan bo'lishsangiz, nima uchun aynan shu yerdan xonadon xarid qilishingizga sababchi bo'ldi? Centrum Guliston loyihasini anchadan beri kuzatib kelayotgandim. Birinchidan bu loyihani lokatsiyasi juda ham yaxshi, qulay joyda joylashgan, juda ham chiroyli ekan, ko'rinishlari. Ham Gulistonda men bunaqa loyiha ko'rmaganim uchun shu loyihaga qiziqish bildirdim hamda xarid qildik. O'zingizga yoqdimi, xudo xolisa? Yoqdi, rahmat. Nasib qilsa bitganda yana ham ko'zni quvontiradigan darajada bo'ladi. O'sha aytganingizdek Gulistonda birinchisi bo'ladi, nasib bo'lsa. Xonadonlar muborak bo'lsin, shartnomalaringiz yaxshi kunlaringizga bo'lsin. Bildirgan ishonchingiz uchun rahmat. Rahmat hammalaringizga.